Assalomualaikum Xorazm ahli. Xudo xolasa yo'lda Shavot yo'lda Qizildomda ishni boshladik 4-etajda. İnşallah ko'rsatamiz yana. Bu yerda aristonimiz, bu yerda kotel bo'ladi. Bu yerda yana suv filtrlari, polni mavazi, kuxnyaga, posudomoyka, kanalizatsiya trubalari. Bu yerda o'zi ballayni polni montajini ishlab turibdi. İçanda kanalizatsiya polni ishlanib, devorlari rakovinaları, unitazımız bo'ladi, dushovoy, sho'chiklardan qo'yib, biraz sushilka qo'yiladi. İçallara. Unda biz ham polni fittinglarimiz gidroplastniki sifatli yaxshi vajda. Bu radiator qo'yiladi. Shuni sifatli yaxshi vajda mahsulotlar kerak bo'lsa, Ehson do'konda bor. Polni murojaat etaverasizlar. Kranliklar ham yaxshi vajda, hammasi. Xorazm Santexnik 3077. Shuni xizmatlar bo'lsa, ekranda telefon nomerini qoldiramiz.